Urush haqidagi kinolardan bormi? Bor bitta shunaqasidan. Assalomu alaykum do'stlar. Siz Kinotime'dasiz va bu Siljimas G'arbiy front filmi. Urushning beshafqat dahshati hali onasi tog'izdan ketmagan yigitchalarni o'z og'ushida xarob qildi. Film voqealari 1917-yilda Germaniyada boshlanadi. Navbatdagi sahna jasadlar bilan to'la maydonga ko'chadi. To'rt tomondan tinimsiz o'q ovozlari eshitilib turardi. Okopdan chiqayotgan nemis askarlari hujumga o'tishmoqda. Ba'zilar ilk qadamlardanoq o'lib ketishsa-da, qolganlar jangni davom ettirishadi. Keyingi sahnada tirik qolganlar jasadlarni ko'mishadi. O'liklardan yechib olingan qonga botgan kiyimlarni yuvishga jo'natib, ulardan qayta foydalanishlari uchun yuvib, quritib qo'yishadi. Tozalangan kiyimlarni frontga qayta jo'natishadi. Paul ismli bosh qahramon yigit so'nggi qo'ng'iroqqa shoshilmoqda. Sinfdoshlari frontga ko'ngilli bo'lib yozilishgandi, biroq ota-onasi unga ruxsat bermaganligi sabab yigit tengdoshlaridan qolib ketmasligi uchun otasining imzosini qalbakilashtiradi. Ko'ngillilar direktorning motivatsiyaga boy nutqini eshitishadi. U esa ularni millat faxri deb atab, quloqlariga rol tinilardi. U bir necha kundan so'ng Parijga kirib borishlariga ishonch komil ekanligini aytgach, jo'jachalar bu yangilikni katta quvonch bilan kutib olishadi. Ko'p o'tmay ko'ngillilarga kiyim berishadi. Paul quvonchini yashira olmasdi, biroq formada boshqa odam ismi yozilganligini ko'rib qoladi. Uni yulib tashlagan ofitser esa oldingi egasiga bu forma tor kelganligini aytadi. Stol osti esa frontda halok bo'lgan askarlarning nomi bitilgan birkalardan to'lib ketgandi. Va mana ko'ngillilar ko'zlarda quvonch bilan urushga yo'l olishmoqda. Ko'zlarda g'ayrat va olov ko'rinardi. Film voqealari Fransiya shimoliga ko'chadi. Leytenant Paulning otryadiga qurol beradi va yoshlar xursandchilik bilan Parijga xush kelibsiz qo'shig'ini kuylashadi. Mashinani to'xtatgan tibbiy xodim yaralanganlarni tashish kerakligini aytadi. Bu esa yo'lni piyoda davom ettirishlarini bildirardi. Okopgacha yetib olmaslardan oldin portlashlar markaziga tushib qolishadi. Gaz komandasi berilgach, Paul xizmatdoshlarga protivagazlarni kiyishga yordam beradi, biroq o'zi ulgura olmaydi. Bu esa komandirning e'tiboridan chetda qolmaydi. U askarlarga niqobni buyruq bo'lmaguncha yechmaslikni buyuradi. Pozitsiyaga yetib kelishlari bilan yomg'ir yog'adi. Paulning niqobini yechgan komandir yangi kelganlarga okopdan suvni chiqarishni buyuradi. Yigit sog'otgan qo'llarini ishton ichida isitishga o'rgatgan Kachinski bilan tanishadi. Shlemlari bilan suvni chiqarayotgan sinfdoshlar urushni boshqacha tasavvur qilganliklarini aytishadi. Menimcha bu kallavaramlar urushga borsak, jononlar xizmatimizda turib, og'zimizni ochsak istaganimizni tiqishadi deb xayol qilganliklari aniq. Yo'q, do'stim. Bu yerga og'zingga sen emas, balki o'zlari xohlaganlarni tiqishadi. O'sha narsa nima bo'lsa ham terili va tukli bo'lmasligiga umid qil askar. Paul tungi qo'riqchilikni Krop bilan o'tkazadi. Do'stlar ilk fransuzni qanday o'ldirishlarini muhokama qilishadi. Bu tentaklar o'zlarini hali ham PUBG o'ynayapmiz deb o'ylayotgan ko'rinadi. Shokini eshitilgach o'sha tomonga o'q uzishadi. Biroq bu jasadlarni g'aziyotgan kalamush edi. Kutilmaganda Paulning kallasiga aviandan o'q uzishadi. U to'g'ri okopga qulaydi, biroq o'q shunchaki shlemga tekkan edi. Yetib kelgan veteran o'rinlardan turmaslikni va har o'q otilgandan so'ng pozitsiyani o'zgartirishni maslahat beradi. Ular ham bunga quloq solishadi. Sal o'tib otishma boshlanadi. Yoshlarga bunkerda yashirinishni buyurishadi. Onasi tog'izdan ketmagan yigitchalarning otishma ovozlaridan tomlari keta boshlaydi. Veteran artilleriya yana biroz oldinga siljiganligini aytadi. Fransuzlar bostirib kelishayotgandi. Askarlardan birining asablari ortiq dosh bera olmaydi. U komandirning buyrug'iga tupurgan holda bunkerdan chiqmoqchi bo'ladi va eshikka yaqinlashishi bilan mayda-mayda go'shtga aylanadi qoladi. Bunker ustunlari qulashni boshlagach, komandir bu yerdan chiqishni buyuradi, biroq hamma ham chiqishga ulgura olmaydi. Halok bo'lganlarning jetonlarini yig'ayotgan Paul loyga qorilgan ko'zoynakni bosib oladi. Uning sinfdoshida ham shunday bor edi. Uning jasadi shu yaqin orada yotgan edi. Yigit ko'z yoshlarini ushlab tura olmaydi, biroq komandirning ovozi uni o'ziga keltiradi va u jetonlarni yig'ishni davom etadi. Yig'ilgan jetonlarni shtabga jo'natishadi. U yerda esa halok bo'lganlarning ro'yxatini tuzishadi. Ro'yxatni tuzgan amaldor uni sulh komissiyasi boshlig'i bo'lmish Esbrekka olib borib beradi. U shtab kvartiraga yo'qotishlar haqida hisobot berish kerak edi. Ishg'ol qilingan Fransiya hududlarida Paul qorli kengliklarda yuk mashinasida ketmoqda. Maydonga tushgach, Kachinski bilan birga ovqat ilinjida ferma tomonga yo'l olishadi va sherigi devorni oshib o'tadi. Ichkarida esa uni qorovul it kutib oladi. Nemislarni sezib qolishdi. Kachinski katta g'ozni qo'ltiqlagan holda orqa eshikdan chiqib ortiga qaramay qochadi. Paul ham uning ortidan boradi. G'oz egasi esa ularni o'qqa tutadi, biroq tekkiza olmaydi. Bazaga qaytgan askarlar svejiy go'shtdan qilingan ovqat tayyorlab bayram qilishadi.
Birozdan so'ng yonlaridan o'tib ketayotgan qizlarga ko'zlari tushadi. Askarlardan biri tanishish uchun ularning oldiga borib, ularni kuzatib qo'yishni taklif qiladi. Xat keltirishganda Kaczynskiga xotinidan xabar keladi va Paul uni o'qib beradi. Unda esa ular o'g'illik bo'lganliklari, biroq uning o'lib qolganligi yozilgan edi. Tunda Frans qizlarni kuzatib qo'ygach qaytib keladi. Paul ertaga tongda g'oyib bo'lgan batalyonni izlashga otlanishlarini aytib uni ogohlantiradi. Frontga Erzberger kelayotgan vaqtda Kaczynski otryadi o'rmonni ko'zdan kechirayotgan edi. Zamaraklardan qolgan chuqurlar oldidan o'tisharkan daraxtga osilgan jasadlarni ko'rishadi. Askarlar gazli hujum bo'lgan temir yo'l stansiyasiga kelishadi. Ular hududni ko'zdan kechirishayotganda Krop qizlar tasvirlangan afishani yulib oladi. Bino ichiga kirgan Paul o'nlab o'liklarni topadi. Kechagina maktab o'quvchilari bo'lgan bu ko'ngillilar protivagazlarni vaqtidan oldin yetishgan edi. Generalga fransuzlar hujumga tayyorlanishayotganliklarini xabar qilishadi. Komandir kelishishdan ko'ra, so'nggi nemis qolguncha kurashishni afzal ko'radi. Buning uchun tez orada qo'shimcha yordam kuchlari kelardi. Shu sabab fransuzlarga himoya zarbasini berishni buyuradi. Bu vaqtda Erzberger sulh tuzish uchun Kampenga keladi. Poyezd to'xtagach kupesida nutqini repetitsiya qiladi. Kaczynski otryadini yarim tunda uyg'otib, tayyorlanishni buyurishadi. Ularni frontga jo'natishadi. Yuk mashinalari kolonnasi tunni chiroqlari bilan yoritib yo'lga chiqadi va frontga yaqinlashishlari bilan ortiqcha e'tibor tortmasligi uchun chiroqlarni o'chirishadi. So'nggi kilometrlarni askarlar piyoda bosib o'tishadi. Front ularni portlashdan qolgan izlar va muzdek quyuq tuman bilan kutib oladi. Askarlar yuraklarni hovuchlagan holda hujumni kutishayotgan vaqtda fransuzlar Erzbergerning delegatsiyasini marshal Fochning oldiga taklif qilishadi. Ular nemislarni qabul qiladi, biroq tinchlik ko'proq ularga kerak bo'lganligi uchun buni o'zlari iltimos qilishlarini istashardi. Erzberger tinchlikni iltimos qilishi bilan unga kelishuv shartlari jamlangan hujjatlarni berishadi. Bu shartlarni ortiqcha noroziliksiz miq etmasdan qabul qilish uchun nemislarda 3 kun bor edi. Bu vaqt oralig'ida urush davom etardi. Agar Erzberger qon to'kilishini to'xtatishni istasa, hujjatga hoziroq qo'l qo'yishi mumkin edi. Frontga buyruq keladi va askarlarni hujumga jo'natishadi. Birin-ketin okopdan chiqqan askarlar dushman tomonga yugurishadi. Paulning ko'z oldida yugurib ketayotgan serjant portlab ketadi. Pulemyotlar ularni birin-ketin to'kib tashlasa-da, biroq oxirlari ko'rinmasdi. Ba'zi omadi kelganlar yetarlicha yaqinroq kelib olishadi. Paul ham shular orasida edi. Okopga granat uloqtirib, dushmanni asfala sofiliga jo'natadi. Bostirib kirgan askarlar okoplarni tozalashadi. Yo'llardan chiqqanni istagan ko'ylarga solishadi. Hududni tozalagan askarlar qorin to'ydirib olishni ham unutishmaydi. Kutilmaganda yer qimirlashni boshlaydi. Bu esa hatto kalamushlarni ham qo'rqitib yuboradi. Pozitsiyalarni egallagan nemislar himoyaga tayyorlanib, tuman tomonga qarashadi. U yerdan esa texnologik taraqqiyotning mo'jizalari bo'lmish ilk tanklar chiqib kelishadi. Qo'l miltiqlarining o'qlari po'lat maxluqlar uchun hech nima emas. Qadamma-qadam dushman tomonga harakatlanayotgan temir tobutlar nemislarga imkon qoldirmaydi. Umrlarida ilk bor bunday texnikani ko'rgan nemislar to'rt tomonga qochishni boshlashadi. Tanklar esa hech nima bo'lmaganday hatto okoplar ustidan yurib o'tishni boshlaydi. Ular o'tib ketgach, otryad ularning ortidan boradi. Ular oldiniga granata bilan tanklarni to'xtatishni, bundan so'ng ochiq joylarni ham qaynoq granata bilan siylashni uddalashadi. Tanklar ortidan okopga yetib kelgan ognemyotchiklar ichkarida qolgan nemislarni yoqib yuborishadi. Kuchlar tengmasligini ko'rgan otryad chekinishga majbur bo'ladi. Paul qochish chog'ida portlashdan yerga qulaydi. Garang bo'lgan askar yon atrofga qararkan, fransuzlar chekinayotgan xizmatdoshlarini tiriklayin yoqayotganliklarini ko'rib dahshatga tushadi. Bu vaqtda Erzberger guruhi Germaniyaning butunlay kapitulyatsiya qilinishiga o'xshayotgan kelishuv shartnomalarini muhokama qilardi. Umuman olganda frontda yutqazayotgan nemislarda boshqa yo'l yo'q edi. Erzberger rozilik olish uchun kelishuv nusxasini hukumatga jo'natadi. Okopga yetib kelgan Kaczynski pulemyotga o'tiradi. U ognemyotchiklardan birini o'ldirishni uddalaydi, biroq serjant qurol-yaroqlarni olib chekinishni buyuradi. Paul xizmatdoshlari bilan keng maydonda qochishni boshlashi bilan dushman samolyotlari havodan hujumga o'tishadi. Ulkan chuqurlikka tushib ketgan yigit u yerdan chiqishga ulgura olmagach, qo'liga pichoq olgan holda tosh qotadi. Erzberger hukumatdan javob oladi. Unga shartlarga qaramasdan sulh tuzishni buyurishadi. Tun tushganda jang maydonidan chiqib olgan Paul xursandchilikni nishonlayotgan askarlar yonidan o'tadi. Ular urush tugaganligini nishonlashadi. Biroq bu yigitning ko'ngliga sig'maydi. U otryadini topish uchun lazaretga keladi va xizmatdoshlardan biri oyog'idan yaralanganligini ko'radi. U Paulga chekinish chog'ida halok bo'lgan Fransning trofeyi bo'lgan ayollar kiyimini beradi. Paul Kaczynskini oshxonadan topadi. U oshpaz bilan janjallashayotgan edi. Ular yaralangan xizmatdoshlarga ovqat keltirishadi, biroq vaqtdan foydalangan askar bo'yniga vilka tiqib oladi. Do'stlari uning bo'ynini mahkam ushlab, doktorni yordamga chaqirishadi, biroq nogiron bo'lishni istamagan sheriklari qo'llarida jon beradi.
Kaczynski bilan yolg'iz qolgan Paul ota-onasi uning urushga ketishiga qarshi bo'lganliklari haqida so'zlaydi. U shuncha narsani ko'rgandan so'ng qanday yashashlari haqida o'ylaydi, biroq Kaczynskini bunday savol qiynamasdi. Marshal Fochning vagonida Fransiyaning harbiy elitalari va Erzbergerning delegatsiyasi yig'iladi. Foch raqibining shartlarini o'zgartirish haqidagi taklifiga keskin norozilik bildiradi va Erzbergerda barcha talablarga rozilik beriladigan hujjatlarga qo'l qo'yishdan boshqa yo'l qolmaydi. Sulh 11-oyning 11-kunining 11-soatida kuchga kiradi. Askarlarni olib ketisharkan bu holat nemis generalida yutqizishdek sharmandalik hissini uyg'otadi. U askarlarni ertalab hovlida yig'ishga buyruq beradi. Tong otgach 11-noyabr kuni Kaczynski singan derazadan qarab turadi. U xizmat vaqtidan beri ko'rmagan osoyishtalikni ko'radi. Hech qanday otishma va portlash ovozlari yo'q edi. Paul bilan ovqat izlab ko'chaga chiqqan Kaczynski yangi yilga rejalarni muhokama qiladi. Fermaga kelishgach, Kaczynski Paulga o'g'irlik qilish uning navbati ekanligini aytadi. Fermaga kirib olgan yigit tuxumlarni cho'ntakka urarkan, eshik oldida bolakay turganligini ko'radi. Ferma egasining o'g'li eshiklarni qulflab qo'yadi. Biroq eshikni buzib chiqqan yigit yana fermerning o'qlari yog'ini ostida qochib qolishni uddalaydi. Biroq qochish chog'ida o'g'irlangan tuxumlari singan edi. Ular cho'ntakdan chiqayotgan tuxum sarig'ini olib ichishadi. Baqlarni bo'shata olgani tarqalishgach, Kaczynski osoyishtalikdan bahra olib turgan vaqtda kutilmaganda ortida qurol ovozini eshitadi. Bu o'sha fermerning o'g'li edi. O'q ovozini eshitgan Paul sherigining oldiga boradi. U tirik bo'lsa-da, qornidan yaralangan edi. Paul uni doktorlar oldiga olib ketadi, biroq yo'l uzoq edi. Ular xursand askarlar to'la yuk mashinasiga duch kelishadi, biroq birortasi ham to'xtamaydi. Paul holdan toygan do'stini ko'tara olishga majbur bo'ladi va uni lazaretga olib kelganida Kaczynski hushidan ketgan edi. Uni ko'zdan kechirgan doktor Paulga yomon xabar yetkazadi. Uning urinishlari bekor ketgan edi. Kaczynski o'lgandi. Bunga ishonmagan Paul so'nggi quroldoshini uyg'otishga urinadi. U do'stiga aza tutarkan general askarlarni chiqish oldidan yig'adi. U sulh kuchga kirguncha fransuzlarni hozirgi pozitsiyalardan quvishni buyuradi. Kimdir ortiq urushmasligini aytib qichqirishni boshlashi bilan uni qo'lga olib shu joyning o'zida otib tashlashadi. Qolganlar esa jimgina yo'lga chiqishadi. Soat 11 gacha 15 daqiqa qoldi. Okopdagi fransuzlar urushning tugaganligini nishonlashmoqda. Nemislar esa tuman orasidan jimgina krisalarga o'xshab istehkomga bostirib kelishadi. Ularning jangovar qichqiriqlari eshitilishi bilan fransuzlar himoyaga tayyorlanishadi. Pulemyot o'qi Paulning atrofidagi barchani o'ldiradi. U yashiringan ot jasadi oldiga granat uchib keladi. Yigit uni ortiga qaytarib yuboradi. Jang davom etadi. Bir necha odamni o'ldirgan Paul yaqindagina o'zi o'rnida bo'lgan yoshgina yigitchaning hayotini saqlab qoladi. Uning o'zini bo'ktirib o'ldirishlariga bir vaqya qoladi, biroq u o'lim qo'llaridan chiqishni uddalaydi. Jang vaqtida dushman bilan birga bunkerga tushib ketishadi va ichkarida unga xanjar tiqishadi. Ko'ksi qonga botgan yigit tizzalab o'tirib nafas olishga harakat qiladi. Shu onda jangni to'xtatish buyrug'i eshitiladi. Sulh kuchga kirdi. Paul so'nggi kuchi bilan o'rnidan turib zinadan ko'tariladi. Tashqariga chiqqach, shamol kunlarni samoga olib ketayotganligini ko'radi. Xuddi urushni yer yuzidan ko'tarayotganday. Okop devorlarida yaqindagina qurib osib qo'ygan afishani ko'radi. Soat millari 11 ga kelganda nemislar va fransuzlar yaralangan quroldoshlarni olib turli tomonlarga ketishadi. Serjant Paul qutqarib qolgan yigitchaga o'lganlarning jetonlarini yig'ishni buyuradi. Ular orasidan Paulning ham jetoni joy oladi. 15 daqiqa.